Shahardagi uylardan birida Nikita ismli frilanser dasturchi yashardi. Kunduzi u saytlar yaratardi. Kechga yaqin esa buyurtma asosida dasturlar yozardi. Kichkina ijaraga olingan kvartirasida bir o'zi hayot kechirardi. Shu kuni u navbatdagi loyihasini yakunlayotgan edi. Klaviatura tugmalarini tinimsiz chaqqonlik bilan bosardi. Kod qatorlari tobora ko'payib, ish hal qiluvchi bosqichga yaqinlashardi. Ishning so'nggi soatida u bir g'alati narsani sezib qoldi. Noutbugida bir soniyaga webkamera indikatori yonib o'chdi. Nikita tekshirib ko'rdi. Hech qanday shubhali narsa yo'q edi. U buni noutbukdagi shunchaki vaqtinchalik nosozlik deb o'yladi. Keyingi kuni Nikita noutbuk qarshisida deyarli 7 soat ishladi va kechga yaqin hammasi takrorlandi. Lekin bu safar indikator juda uzoq yondi. U o'chib, yana qayta yonardi, go'yoki kimsadir Nikitani zimdan kuzatayotgandek. O'shanda Nikita tizimni analiz qilishni ishga tushirdi va bir nechta yashirin jarayonlarni topdi. Ularni yakunlab bo'lmasdi. Kompyuterni qayta yoqqandan keyin esa bu jarayon yana paydo bo'lardi. Nikita chuqurroq kovlashni boshladi va tizimda yashirin foydalanuvchini topdi. Kuzatuvchi. U bu profilni o'chirib tashlashga harakat qildi. Kompyuter biroz vaqtga qotib qoldi, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Bu qanday jinoyat? Bu qanday o'chirish mumkin? U barcha jarayonlar va bu foydalanuvchini qayta o'chirishga urindi, lekin hammasi bekor edi. Jarayonni chuqurroq titikladi va tizimda yashirin papkani ko'rib qoldi. Fotosuratlar papkasi. Kimsadir yoki allanarsa uni poylayotgan edi. Suratlardagi sanalarga qaraganda bu holat bir necha kundan beri davom etayotgandi. Nikita kod yozmoqda. Mana bu yerda u kirishib oshxonaga o'tmoqda. Bu yerda esa kompyuter qarshisida deyarli uxlab qolgan. Suratlar orasida u bir dahshatli narsani payqab qoldi. Deyarli barcha kadrlarda qorong'i eshik tirqishda baland bo'yli siluet turardi. Va har bir yangi suratda bu figura tobora aniqroq ko'rinib borardi. Shu soniyada u orqasida kimsaning sovuq nafasini his qildi, ammo ortiga o'girilib qaraganda u yerda hech kim yo'q edi. Sarosimaga tushgan Nikita webkameraga tez skotch yopishtirib tashladi. Balki bularning bari unga shunchaki ko'rinayotgandir. Hayratlanarlisi, shundan so'ng ba'zi jarayonlarni to'xtatishga va foydalanuvchini o'chirishga muvaffaq bo'ldi. Keyingi kuni u kechasi bo'lib o'tgan voqealarni deyarli unutay deganda, ish stolida kutilmaganda yangi foto papka paydo bo'ldi. Titrayotgan barmoqlari bilan yangi papkani ochdi va yangi tasvirni ko'rdi. Unda Nikita kompyuter qarshisida o'tirardi. Surat xuddi hozirgina olingandek edi. Webkamerasi hali ham skotch bilan yopib turilgan edi. Televizor endi u yerda. Televizor kamerasi indikatori yana yashil chiroq bilan o'chib yonishni boshladi. Televizorning qorong'i ekraniga tikilarkan, u yerda o'sha qorong'i siluetni ko'rdi. Yana u kuzatuvchi.